12 noyabr 2025-yil soat 20:00 Milliy telekanalida kutilgan Ofsinlar serialining 38-qismi namoyish etiladi. Bu asar hayotning ozi, insoniy tuyg'ular, sadoqat va oila ichidagi murakkab munosabatlarni samimiy tarzda ko'rsatadi. Har bir qism ayol kuchi, sabr va donolikni yanada chuqurroq ochib beradi. Ofsinlar ikki kelinning hayot yo'li, ularning bir tom ostida yashab, bir oila e'tiborini bo'lishga majbur bo'lgan qismati haqida hikoya qiladi. Ularning raqobati orasida mehr, qo'llab-quvvatlash va o'g'riq lahzalari yashiringan. Serial markazida hurmat, muhabbat va o'z o'rnini topish uchun kurash yotadi. Har bir qahramon o'z baxtini izlar ekan, o'tmishning soyasi hali ham ularni ta'qib etadi. Bu qismda esa yangi qarorlar, kutilmagan sirlar va yurakni larzaga soladigan voqealar tomoshabinni chuqur o'yga toldiradi. Kechirim va ishonchning haqiqiy qiymati haqida.